Mana go'shatdagi mevalar haqida video qilamiz. Bu go'shatdagi mevalarimizni quritilish jarayoni. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi mevalarimiz. Buni kuzda quritib olib qo'ydik. Hozir sal yana nami sal balandroq bo'libdi. O'shanga yana quyosh chiqqan paytlarda stol ustiga qo'yib quritib olyapmiz. Keyin sushilkaga ham solyapmiz. Sushilkadagi keyin bu yoqlarda quritib olyapmiz. Sal nam topda sal. O'sha uchun yana ham quritib olaylik. Yaxshi quruq bo'lsa, mana suvga qaynagan suvga dimlaganda rangi ham yaxshi chiqadi-da. Agar sal nam top bo'lsa, rangi yaxshi chiqmaydi unday. Mana ko'p odam hali bilmaydi ham bu go'shatdagi nima u, qanaqa meva. O'sha uchun yana ham bir takrorlab o'tamiz. Uni tarkibida 21 ta mikroelementi bor: kaliy, kalsiy, magniy, sink, selen. Shundan bir germaniy degan elementi bor. Bu onkologik hujayralarni bloklab turar ekan. Bu onkologik hujayralar har bir insonda borda. Kimda immun tushib ketaversa, o'sha narsa rivojlanib ketaveradi onkologiyasiga. Hozirda mana onkologiyaga chalinib qolib, kimyoterapiya olib yurgan insonlar ham iste'mol qilishyapti. Ular uchun ham yaxshi, chunki tanadagi kimyani ham chiqaradi yaxshi deyilgan. Keyin tarkibida yana 18 ta aminokislota bor. 18 ta aminokislota bu limondan 15 barobar kuchli deyilganda, aslari sutidan da kuchli deyilgan. Keyin 8 ta polisakaridi bor, 8 ta monosakaridi, 8 ta bikarotin. Shundan 4 ta polisakaridi bor. Hech qaysi mevada 4 ta polisakarid birga kelmas ekanda. Bittasi olmada kelsa, bittasi gulozda, bittasi yana bir boshqa daraxtlar. Hamda go'shatdagi mevasida 4 ta polisakarid birga kelgan. Keyin omega 3, omega 6 vitaminlari bor. Keyin vitaminlarga keladigan bo'lsak, vitamin C bor, vitamin A bor, vitamin Y bor, vitamin B'lardan B1, B2, B3, B6, B9, B12 vitaminlar ham bor tarkibida. Tarkibi juda kuchli, boshqa bunaqa tarkibi kuchli mevani o'zi eshitmadim men ham. Keyin bu kasalliklarga keladigan bo'lsak, deyarli barcha kasalliklarga to'g'ri keladi. Chunki buning xususiyati immunni ko'taryapti, qonni suyultiryapti, qonni tozalayapti, qon aylanishini yaxshilayapti, modda almashishini yaxshilayapti, ichaklarni tozalayapti, qabziyatni oldini olyapti, hazmni yaxshilayapti, o't qopidagi dimlanishlarni olyapti, buyrakdagi o't qopidagi toshlargacha parchalab tushiryapti. Keyin jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalayapti. Hozirda iste'mol qilib keladigan kasalliklarni aytadigan bo'lsak, mana ko'z nuriga iste'mol qilishyapti. Keyin jigar seriyozda, keyin yurak yetishmovchiliklarda. Hozirda oxir paytlarda mana sahrga ham yaxshi iste'mol qilinyapti. Sahr uchun ham yaxshi. Keyin mana tanadagi og'doqlar uchun ham yaxshi effekt berib boshladi. Keyin davlina, jigar seryoz, deyarli ko'p kasalliklarga iste'mol qilishyapti. Mana buyrakdagi tosh, ko'zdagi katarakta, ko'zda nuri, o'sha kasalliklarga ham iste'mol qilishib kelyapti. Hammasida ham effekt bor. Doimiy iste'mol qilish kerak deganda buni. Doimiy qanday? Masalan, razmini ish boshladingizmi? Har doim, masalan, shu umringiz oxirigacha iste'mol qilib yursangiz, umuman sizda kasallik bo'lmaydi. U uchun nima qilish kerak? U uchun iste'mol qilib ko'rish kerak. Sizga ma'qulmi? Hozir mana ko'chatlarimiz tugadi. Noyabr oyiga yana ko'chatlarimiz savdoga chiqadi. Bir ikkitagina ko'chatdan ekib olsangiz,
bitta oilaga yetadi-da, ikkita ko'chat anavisi, mahsulot. Keyin buni ko'chatni ekib bir faqat o'zingiz emas, oilaviy iste'mol qilish kerak. Chunki sog'lom inson ham kuniga bir marta iste'mol qilish kerak deyilganda. Endi iste'moliga keladigan bo'lsak, buni ertalab 15 gram, obedga 15 gram ovqatdan elde edigan, qaynagan suvga dimlab iste'mol qilinadi degan. Uni o'zini yeb, orqasidan suv ichib ketaversa ham bo'laveradi. Ta'mi yaxshi. Faqat me'yordan ko'p iste'mol qo'yilmasin deyilgan. Ammo kechqurunga iste'mol qilinmaydi. Kunduz ekmal iste'mol qilingan, kechga uyquni yaxshilaydi degan. Kechga iste'mol qilgan bo'lsangiz, uyquni qochiradi degan. O'sha uchun kechga ilojsiz iste'mol qilmagan ma'qul. Kunlik doza 30 gramdan iloji boricha oshirmaslik kerak. Mana etti darog'ini egib olgan paytda darog'dan pishgan mevasini yesa bo'ladi. Chunki bizlardagilar gibridlashtirilgan mevasini bemalol yesa bo'ladi. Nega hamma go'jat takomni mevasini ham yeb bo'lmaydi daraxtdan uzib. Shunisiga ham e'tibor bo'lingizlar. Agar mendan olingan go'jat takom bo'lsa, men bunisiga javob beraman, yesa bo'ladi. Chunki bizga sinovdan o'tgan, atak suv tarkibidagi suv zaharli deyilganda, yana suv zaharli bo'lib nojo'ya ta'sir qilmasin. Faqat me'yordan ko'p iste'mol qilmasligini ham. 10 dona ertalabdan obedgacha bo'lgan vaqtga, 10 dona obeddan kechgacha bo'lgan vaqtga iste'mol qilsa bo'ladi. Keyin mana mumkin emas degan kasalliklar ham bor. Mumkin emas kimga? Mana qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga kategorически mumkin emas. Kategorически. Mana temperatura qilib issiq chiqib turgan payti ham mumkin emas. Mana qonni suyultiruvchi dorilarga qo'shib iste'mol qilib yurish ham mumkin emas. Chunki o'zi qonni yaxshi suyultiradi deganda. Keyin mana 3 yoshdan pastki bolalarga mumkin emas. Homilador ayolga mumkin emas. Emizikli ayolga mumkin emas. Homilador ayolga mumkin deyilgan faqat doktorning ko'rsatmasi bilan. Bu go'jat takom mevalariga tushunadigan doktorni o'zi yo'q O'zbekistonda. O'sha uchun iste'mol qilmagan ma'qul. Chunki tarkibida B9 vitamini bor-da. O'sha B9 homilador uchun juda bir kerakli. Mana odamzodda mana chaqaloq rivojlanishida mana denki anovlari bo'lar ekanda, o'shalarda to'g'ri tanlanishida B9 juda katta rol o'ynaydi. Masalan, shu B9 dan yeb yurgan odamlarda mana nogiron tug'ilmayganda chaqaloq, nogiron tug'ilmaygan. Shu miyasi, xiyoli, ko'zi hammasini joylashuvi to'g'ri joylashar ekan. Keyin tarkibida B6 vitamini bor. U mumkin emas homiladorga. Homilaning tushishigacha yetib qo'yish mumkin. O'sha uchun iste'mol qilmagan ma'qul. Hozirda ko'pchilik klientlarimiz olib iste'mol qilib yaxshi fikrlar bildiryapti. Kimki bilmagan bo'lsa bu haqida telefon nomerlarini qoldiraman, qo'ng'iroq qilingizlar, ma'lumot olingizlar. Bu Samarqand viloyati Paxtash tumani Toma mahallasida ekilyapti. Hozirda mana Yandex kartasiga ham zakaz qildim. Agar kimdir uygacha kelaman deyotgan bo'lsa, shu Yandex kartaga kirib yozsa, go'jat.com deb to'shni karta uyimgacha ko'rsatadi. Faqat qo'ng'iroqlashib kelingizlar. Men ishda bo'lib qolishim mumkin. 2 kun ishlayman, 2 kun uyda bo'laman. Shunga qo'ng'iroqlashib bersangizlar, ma'lumot olib birdan mahsulotni olib ketish uchun. Mana mahsulotlarimiz hozirda 1 kilosi optim narxi 550 ming bo'lyapti. Atak 100 grammi 70 ming. Ko'chatlarimiz donasi 100 mingdan sotildi. Hozirda tugadi. Endi hozir qalamchadan ko'paytirib boryapmiz. Endi noyabr oylariga taq bo'ladi nasib bo'lsa. Buni asosan qalamchasidan ko'paytirilishi kerak. Kimki ko'chatni olgan bo'lsa ham, ular ham harakat qilingizlar faqat qalamchasidan. Uni urug'idan geni o'zgaradi deyapti. Geni o'zgarib, balkim erta kelajakda tarkibi ham o'zgarib ketishi mumkin. U urug'idan ekkanda aytayaptiki, hosil umuman kattarmayapti, maydaligicha qolib ketyapti deydi. Qancha oziqa bersak ham hosil katta bo'lmayapti deydi. Значит, geni o'zgaryapti. Shuning uchun ko'p daraxtlarni urug'idan ko'paytirib bo'lmaydi-da.
qalamchasidan ko'paytiriladi, ili payvand qilinadi. O'sha uchun buni ham eng yaxshi yo'li qalamchasi. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar. Allohim shifo bersin har bir olib iste'mol qiladiganlarga. Avvalam Xudo shifosini bersa, hamma kasaldan qutulamiz nasib bo'lsa. Buni doimiy iste'mol qilib yurgan odamda hech bir kasallik qolmaydi. Chunki ichakni yaxshi tozalaydi. Ichak toza bo'lib, qabziyat bo'lmasa, immun baland bo'lsa, jigar yaxshi ishlab tursa, o'tda dimlanish bo'lmasa, sizda hech bir kasallik bo'lmaydi. Hammasi so'rilib chiqib ketadi. O'sha uchun harakat qilingizlar, qiziqingizlar. Buni bir erta ekib olsangizlar, sizlarga keyin bepul xizmat qiladi. Faqat sizlar mendan qo'ng'iroq qilib ma'lumot so'rab tursangizlar bo'ldi. O'shanda oilaviy sog'lom yashashga imkoni bo'ladi har bir inson uchun. Mayli, sog' bo'lingizlar. Telefon raqamlarini qoldiraman opsiyada, videoda. Qo'ng'iroq qilib maslahatlashib ketaveringizlar. Sog' bo'lingizlar. Hech biringiz kasal bo'lmangizlar. Doim sog' yuringizlar. Mayli, rahmat e'tiborlaringiz uchun. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.